Assalamu alaykum qadrli anglag'uchilar. Anglayotganinglar Ana til televiziyasininki mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasi. Qadrli anglag'uchilar, biz bu programmamizda o'z ona yurtlaridan ayrilib, g'ayrib musofirchilik dardlarini yetkazib tatiyotgan, vatanning tuproqlarini yuzga sutgidek bo'layotgan aziz qarindoshlarimizning ko'ngillarini so'q xandonlardagi g'ayrib yolg'izlikni qarindoshlik mehrimiz orqali ilishtish uchun mikrofon oldiga kelib, o'z ona tilimizda Uyg'ur tilida sizlar bilan muңdashqinimiz uchun o'zimizni to'liqmi baxtli his qilamiz. Beg'ubor oqko'ngil mehribon Uyg'ur millatining eng esil xislatlaridan biri bo'lgan insonning holiga yetishdak bu xislati Uyg'ur xalqining avlodi bo'lmish biz farzandlarga abadiy meros bo'lg'isi. Bu musofirchilikning, bu vatan sevg'inishning dardiga yanada musafir bo'lib bakkan kishi yetish mumkin. Bu mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmamiz orqali har bir qarindishimizga xotirjamlik, har bir Uyg'ur musafir qarindoshlarimizga osoyish tilaymiz. Tuanda anglaydigan sayfimiz hayot hikmatlari. Burunning-burunsida 3 do'st o'tgan ekan. Mal dunyosi yo'q bo'lsa-mu, ko'ngillar shod ekan. Kunlarning birida bu 3 do'st aql farosat, ishchanlik, taqdiri ustida talishib qoldi. Men aql farosatga ishonaman. Chunki u bo'lsa hammani qig'il bo'ldi, debdi birinchisi. Men ishchanlik ishonaman. Aql farosat ish amgakdan keladi, debdi ikkinchisi. Men taqdirga ishonaman. Taqdir hammani belgilaydi, debdi uchinchisi. Uchaylan mening to'g'ri deb talishib, bir-biridan yomonlashib oxiri qozining oldiga beribdi. Da ahvolni bayon qildi. Kimning to'g'ri ekanligini adil hukm chiqarib berishni iltimos qildi. Qozi birdam sukut o'tirgandan keyin Uchunglar aytayotganda shaharning kun petishidagi tog' o'nkirga beringlar. Bir apqur sudun boshqa narsa olmanglar. 3-chi kuni atigan o'rdiga kelib mendan javob ilinglar, debdi. 3 do'st qozi bilan xo'shishib o'rdidan chiqibdi. Atisi atiganda o'nkir oldiga beribdi. Yasalloh 3 do'stni o'nkirga solib og'izni etibdi. Qozining maqsadini tushunolmagan 3 do'st g'inqimay yetishibdi. Bir kun tamoq yemay ochliqdan qo'soqlari tortishibdi. O'lay deb qopdi. Bir-biriga taptani qilishibdi. Ikkinchi kuni peshin bilan aql farosatga ishindigan biri do'stining o'nkir ichida yo'g'on bir tosh tagida nurg'un o'mishning kirib ketayotganini ko'rib, bu yerda cho'qim bir narsa bor deb hukm qildi. Ishchanlikqa ishindigan ikkinchi do'sti toshni yutkagan ekan, ostidan yog'liq o'rab ko'milgan yo'g'on bir non chiqibdi. Nonni 3 ga bo'lib yeyishibdi. Uchinchi do'st yavatgan nonning qetidan yaltirab turgan bir dona go'har chiqibdi. Qozi 3-chi kuni 3 do'stni oldiga chaqirdi. Ulardan o'nkirlarda nima ko'rganligini so'rabdi. 3 do'st ko'rganligini bir-birlab so'zlab beribdi. Qozi ularga birinchi do'st aql farosatni ishga solg'ach tosh ostida ko'milgan narsani payqagan. Ikkinchi do'st ishchan bo'lg'achqa toshni yutkab nonni topgan. 3-chi do'st tali bo'lg'achqa nonni ichidan go'har chiqqan. Qani aytib beqinglar, mabodo aql farosat ishchanlik taqdiri birlashmasa, ashunda bo'larmidi, debdi. 3 do'st qozining adil hukmiga qoyil bo'ldi va qaytadan ittifoqlashib bir-biriga sadoqatmon bo'lib dunyodan o'tibdi. Aramizda shunday kishilar borki, u o'zining aqliga va ishchanligiga bak ishinib ketib, fursat va taqdirni chetga qo'ydi. Da tezli mag'lubiyat darvosini chekib qoladi. Undaqlarga deydiganimiz shukin, sening aql qobiliyatining har qancha yuqori bo'lgan bilan aqlingni joriy qildirgan fursat va yoki harakatga erishamasang, u yanada o'lik narsa xolos.
Qadrlik anlıqçılar, tövəndə anlaydıqlarla Uyğur xalq ağız ədəbiyyatı mədəni baylıqlardan Uyğur xalq qoşaqları. Tarix qoşaqlar Şıngşın Şah haqqıda. Şıngşın Şah degan gobi ikki tağının arası. Qumul yolda qarab, aqt ko'zning qarasi. Şıngşın Şahның arlıqı 360 yolu. Şıngşın Şah'a to'la qatirab, yetildi bir xeyning so'ng. Yolları qarg'u tikkan, xalqlari alvondikan. Baxirib bo'ldi kishi, bag'rash degan tog' ichida. Qonitim bo'lsa ucharman, qop-qorong'u kechda. Kelmagan yerga kelib, andishida qoldi kishi. Chekkili tamak yo'q mungdash qilib nadak. Zo'riqning beshiga chiqsam, ko'rindi qumul tog'lari. Ah urib, qon yig'lasam, serildi servi tog'lar. Qumulunga ketiman, nomlaring qolsin sana. Dövlətini xoymu gördüm, ruxsatın bulsun bana. Qadrli tomoshabin do'stlar, Uyg'ur madaniyati necha ming yillik tarixga ega bebaho Uyg'urlarning boyliqidir. Tövəndə biz Uyğur maqal təmsillərindən bir kəlmə qılıb huzurunuza sunumuz. At toğırsidagi maqal təmsil. At aylanıb oqurunu tapar, qo'y aylanıb qo'tanni tapar. At to'ygan yerga tatar, yigit tug'ilgan yerga tatar. At o'lsa er qalur, er o'lsa el qalur. Ata-bobolarimiz bizga nihoyat falsafiy fikrga bo'lgan turmushni kichik kartinalarga yig'inchoqlab bizning hayotimizga sungan va hayotiy tajribalarini bizga ulgu bo'lsin uchun hayot yo'limizga chiroq qilib bergan. Qadrli anglag'uchilar, yuqorqi mazmunlar sizlarga ma'naviy jihatdan oziq bo'la olgan bo'lsa, qonimizga texnik egashmagan qarindoshlar qonimizga egishib oling. Tövəndə anlayılan sebebimiz bolsa, aktiv energiyalar bilan to'lgan irodasiz men, yo'q, irodalik men. Amerika Birleşme Sug'urta şirketining Alin ismli bir sug'urta sotuvchi bo'lib, Amerika Birleşme Sug'urta şirketida Alin ismli bir sug'urta sotuvchi bo'lib, u shirkatda sug'urta sotish cho'lpini bo'lish bakmo arzu qilgan bo'lg'achqa, odamning irodasiga ilhom beradigan kitob jurnallardan uzluksiz turda aktiv ro'yi holatni yetildirgan. Bir qitim u qiyin ahvolga tushib qoldi. Bu uning odatda aktiv ro'yi holatini tutishga nisbatan bir qitimli sinoq bo'ldi. U bir zimiston qish kuni bo'lib, Alin Wisconsin shtatidagi bir shaharning ma'lum bir ko'chasida sug'ur sotmoqchi bo'ldi. Lekin bir nima sota olmaydi. U buningdan nihoyat umidsizlandi. Biroq uning shu chog'dagi noroziligi aktiv ro'yi holat asosidagi norozilik bo'lib, ilgirki kitobdan o'qigan aktiv ro'yi holatni saqlash qoidalarini esiga oldi. İkinci günü o sug'urta sotqili minishdan burun xizmatdoshlariga oldingi kundagi mag'lubiyatni so'zlab berdi. Hamda qarab turinglar, o muomildorni izlab berib, sizlar sotgan sug'urtaning yig'indisidanmi ko'proq sug'urta sotaman dedi. Alin mushu xil ro'yi holat bilan heliq ko'cha qaytib berib, oldingi kun so'zlashgan har bir odamni yana izlab bordi. Natijada yangidan vaqa sug'urtasidan 66 ni sotdi. Bu haqiqatan qaltis natija. Bu natijaning qo'lga kelishiga u ayni chog'da yo'liqqan qiyinchilik sabab bo'lgan. Chunki buningdan burun u qarshi shivarg'anlik nachar kelmatda 8 soatdan ko'proq vaqt sarf qilib, har bir uyni ola qo'ymay aralab chiqqan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmagan. Lekin Alin mutlaq ko'p sonli kishilarning nazaridagi umidsizlikni ikkinchi kuni o'ziga ilhom baxsh etadigan harakatlantiruvchi kuchga aylantirgan. Neticede arzuya yetken. Qadrli qarindoshlar, Ana til televiziyasininki mahallamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining sizlarga sunilgan umumiy mazmuni mishada oyoqlashdi.
qarindoshlar, kelgan qitim ko'rishgacha sizlarni Allohga topshirdik. Xayri, aman bo'linglar.